Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarim, yaxshimisizlar? Shu necha kunning yog'i bir necha qarindoshlarimiz menga bir necha ovozlarni takror yo'llayotidi. Buningga qaysi kuni ozroq o'zimning fikrini qo'yib qo'ygan. Shunda bo'lsa-mu bugun to'liqlab ozroq bir fikr qilib qo'yay dedim qarindoshlar. Bu ovozlarning ichida bir ovoz bor ekan. Ya'ni men telefon qilib so'radim. Telefon qilib so'rasam javob berolmadi. Onun keyindan gapni opqashmoqchi bo'ldi, gap yo'rg'ulatdi degan gaplarni qildi. U Jinshayatoningki boshliqining unda qildiganligi tabiiy. Ular alayda tarbiyalangan artistlar. Şuңашqa rağurus bir fikir qildigan odamlardan ashunaq gaplarni oqchiman deydigan, gap yo'rg'iladigan ishlarni qiladi. Odatdagi odamlarni bo'lsa, ishim uqmaydi deb ko'nglida ko'ldoltiman deydi. Yana teqa 6 oldi hukumat, 5 oldi hukumat birlashtiramiz deydigan artistlikni qilyotidi. Unda ish yo'q. 6-5 deydigan ish yo'q. Birli hukumat bor. Washingtonda Salih Xudoya shu hukumatga bosh minister G'ulom Usmon apandi rais. Shu bizning surgunda hukumatimiz. Bu surgunda hukumatimizni biz qo'g'lishimiz lozim. Bizningcha qo'g'lishimiz lozim. Buni bilishimiz lozim bütün xalq. Buni biz bilmay, biz qo'g'dimay, biz tanımagan bilan Xitoylar bilib Washingtonda Uyg'urlarning bir surgunda hukumatining bo'lishidan ansirab, mandaq artistlarni o'tirg'a ish qisilib, artistlarni yetishtirib, buni yo'qotishga tirishyotidi. Mayli Gomindang bo'lsin, mayli Minjingdang bo'lsin, hammasi Jonghua Mingoning adamlari o. Yana bir gap, mayli Jonghua Mingo bo'lsin, mayli Jonghua Mingo bo'lsin, hammasi bizning shu territoriyamizni, bizning shu go'har zaminimizni, davlatimizni o'zining deb tuhmat qilib kelayotganlar. Bizning bir parchamiz deb. Onunğa yo'l qo'ymasligimiz lozimda. Nari seninki bo'ladi deb. Ularning qasdi mangu o'zidan qilmoqchi. Ular o'zi kelib bu chet eldagi Uyg'urlarning orasida chet eldagi Uyg'urlarning ishlarini yo'qotmaydi. Ashunda artist tarbiyalaydi. Artistni tarbiyalab o'tirib qo'yadi. Qayerdagi 6-5 hukumatning gapini qiladi. Birli hukumat bor qarindoshlar mishada. Bu hukumat bir yil 11 ayning 12-si saylam qiladi. Hozir mana saylam qilishni ning tayyorligini ishlab bo'ldi. Endi davlatlarga berib millat vakili qabul qiladigan ishni boshlaydi. Buningga u artistlar buzg'unchilik qilmoqchi. Tegi endi Xitoy ularniki. Endi bu Xitoylar boshqa bir davlatlarningmi saylamiga ashundaq buzg'unchilik qilayotgan ahvollarni ko'rib turyapmiz. Albatta bizningki saylamimizga, ya'ni bizningki qurultoy ichib saylam qilishimizga buzg'unchilik qiladi albatta. Buzg'unchilik qildi. Shunga bu artistlarning buzg'unchilik qilishiga ruxsat qilmayli qarindoshlar. Usul o'ynab bermayli o artistlarga. Endi qisman bir siyosiy tashkilotlarmi bor.
Aşında egiz pes gaplarni qiladigan. Jinni qas şaptılda deb ularmı fursatdan payını bir iş qilmayız davatıdı. G'arzi yaman. Yani özü siyasetçi, bo'lmasimi siyaset qiziqadigan, o'tirliqlarda so'zlaydigan ba'zi odamlar bor. Tarixdan so'zlaydi, falon xato qilgan, pokon xato qilgan deb. Va ko'z oldidagi xatoni bilmaydigan. Yoki bo'lmasa, bilmaydi emas, bilmasga silib turib, buzg'unchilik qiladigan. Shunga azroqlam Hoşarlıkla istersek, bular boy vermemiz kardeşler. Hakikat, hemen hakikat.